Juda chiroyli qishloq. Eng muhimi, yerni har bir qarishidan unumli foydalanilgan va buni natijasi ham juda ham ko'rkam, chiroyli, odamni bahridilini ochadigan. Aslida shunaqa ham bo'lishi kerak. Insonlar qayerda bo'lsa, imkoniyatlar ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Fransiya qonunlarida ham bor bu territorial equality, ya'ni qarorlar, hujjatlar yuqorida markazlarda emas, hududni o'zida, o'sha hududni sharoitidan kelib chiqib yaratiladi. O'zbekiston siyosatida ham bu ustuvor jihat hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qayerda bo'lmasin, o'sha hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, aholi uchun yaxshi sharoitlar, yaxshi imkoniyatlar qilishga harakat qiladi. Bu respublikaning eng chekka hududi Xorazm viloyatining ham har bitta tumanida seziladi. Biz ayni daqiqalarda Xorazmning Xonqa tumanidamiz. Kuni kecha davlatimiz rahbari yodingizda bo'lsa, ushbu hududdagi Oyimjon ayani fermer xo'jaligiga keldi va fermer xo'jaligi rahbariga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi unvonini berdi. Ben bugün Farmonga qo'l qo'yaman kechda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi farmonini ertaga topshiraman. Bu manzilda eng avvalo mehnatga e'tiqod bor, yurtga muhabbat bor. Qolgani islohotlar bilan bir-birini to'ldirib yuzaga chiqdi. Butun mahallaning iqtisodiy faolligini oshirib, hududda ishbilarmonlik muhitini shakllantirgan ham shu jihat. Prezidentning fermer xo'jaligi rahbarini taqdirlashi esa faqatgina mukofot emas, balki mehnatga munosabatdagi konseptual o'zgarish. 40 yillik faoliyatim bir tomon bo'ldi-yu, kechagi kunim bir tomon bo'ldi. Endi bizni davrimiz keldi deydi Oyimjon Otajonova biz bilan suhbatda. Necha yildan buyon sohadasiz? Endi sohada men 1985-yilda oilada boshlaganmiz bu kasbni, ko'chatchilikni. Üzerimizde o'qituvchimiz, ishdan bo'sh vaqtimizda meni bolalarni akasam o'qituvchi, men ham o'qituvchi, maktabni bo'lib kelib Tomarkada shu ko'chatchi ota bobomizning ekkan üzüm, incir, enar, angsat köpeğiydi bola, kalamçadan boladı. Bizler hem şundan başladık 85-yıl. Şimdi klip azdan köpektirip geleverdik. Esası yine bu manzara köçetlerini ötkerimizin sebebi manzaraya. 1990 yılda ben bir keserlikine sanatoriye vardım. Şimdi şöyle davalanan vaktinde şimdi yakşı çireyli, kampak sortlu elçeleyim diye elçelen uruğundan hep geldim tukumundan. O'zimizda ham bo'lsin deb. O'zimizda bo'lsin deb. Qarab o'tiraverib men. Qarib bizning yurtimizda ne için yok bu 20 metreden kam emas. Shundan boshlandı. Shu paytgacha necha turdagi ko'chat qo'lingizdan o'tgan? Qo'limdan shu 40 desa ko'ch qo'limdan o'tdi. Bunun içinde gülen var, erçen var, meyveli daraxtlar, meyveli ve menzeli daraxtlar o'zi yönelişimiz. Aya buni qachon endi biznesga aylantirdingiz? Bir azgına köpeyip indi 5-6 yillikda biznes aylandi desem doğru oladı. Rivojlanıp ketken devrinde 6-7 yıl bo'lgan rivojlanıp. Evvel şu indi en köpekken köçetim şimdi 1000 dana, 2000 dana. Indi hazır mesela şu Atırgül'den bakın ben 15-20 bin danadan ekip durupman. Indi hazırgı güne gelende yine bu panikli bize üreyenlerden ki başkaları ham şu üretip şu kette meydanda işleyeninden 1 hektar yerde işleyeninden bir 5 sotikli içinde işleydi olmasan 15 bin de gül sıradım aytıp veremiz. Mesela 2 sotik oladı olmasa 15'ten kem bombaydı. 15-20 bin demem gül sıradı. 1-2 sotik oladı olmasa. Bir ailene bakadı. Oturga yerinde boyunu eyağlam işleydi, eğrem işleydi. Indi balları bağ. 5-6 adam hemmesi şu iş bilen mal oladı. Indi erkek meydana gitip iş karamaydı. Boshqa joylarda yurmaydi. Başka joyda yürümeydi, gitmeydi. Onu karış gerek, tamakanı karış gerek. Özüyle özü bent oldu. Mahallada hamma gulchi bo'ldimi hozir? Hemesi gülçü, şu mahallem meni hemesi bulup duranam şunun için. İş kılıp işimiz ammalaşıp gitti. Hazır güne gelip durup çireyli oldu. Yana mana 30 yildan oshgandan keyin prezident tomonidan e'tirof etilyapsiz. Bugun bir boshqacha davr keldi-da siz uchun. Endi hazırgı gen devir bu tarihte bulmagan devir, hazırgı devir. Bu prezidentimizin alıp barayotgan işi hemmesi çıkarıp durgan kararam, aytılıp durganam halk için, gelecek için. Eyallara bizlere şunday şaraitni yaratıp bergeni için katta maydonlarni kip oturup yine bular günden gün kepetresimiz geledi. Shuncha yillik faoliyatingiz bir tomon bo'lib, shu kechagi kun boshqa bir tomon bo'lgandir-a? Şu 40 yıldan oldu bir gün. Bir günden oldu, ikisinden oldu.
Biz keyingi yillarda O'zbekiston tajribasida ko'rdik. Demak, tomorqa milliy rivojlanishning juda kichik, ammo juda kuchli iqtisodiy bo'lagi. Xalqaro tajribada ham bu masala bor. Uchinchi davlatlarda mehnat bozorida oilalarning 50-60% daromadi aynan tomorqa modeli hisobiga to'g'ri keladi. Bu Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi Guliston mahallasida ham yaxshigina tajribadan, sinovdan o'tdi. Demak, bugun mahalladagi 60% aholining daromadi aynan ko'chatchilik hisobiga to'g'ri keladi. Endi nima qilinadigan bo'ldi? Endi mana shu tajriba yanada ommalashtiriladi. Ya'ni shu yerni o'zida o'qitish tashkil etiladi. Bu borada bank tomonidan o'qitish kurslari ham tashkil etilganligini ko'rishingiz mumkin va undan keyin mana shu hududga mos bo'lgan ko'chatlar shu yerda yetishtiriladi va butun hududga tarqatiladi. Mazkur jarayonlarning boshida ham Oyimjon opani o'zi turibdi. Ta'lim, xo'jalik yuritish va mehnat bozorini bog'laydigan hududiy platforma shu tarzda shakllanadi. Bu qishloqdagi bandlikni mahalliy yo'l bilan hal etishning eng samarali modeli. Bu mexanizmda ish o'rni yaratilyapti, kadr tayyorlanyapti, mahsulot ishlab chiqarilyapti va shu yerning o'zida eksport salohiyati yaxshilanyapti. Ha aytgandek, aholi daromadi ham oshyapti. Buni o'zlari aytishsin. 18-yilda men Rossiyaga borganman. Shu anda baxtsiz hodisa tufayli qaytib kelganman. Shunda havas qilgan o'sha yerga borib, shuni ishlarini qilaman deb, yana ishlarni qildik. Biz shu Xorazmni gullashida ko'makdoshmiz. Ishlayveramiz yana. Xudo xolasa. Gullarni ko'paytiraveramiz, chiroyli gullarni. Shu asalarichilik faoliyatim bilan bu yerda shug'ullanib yurgan paytlarimda aynan gulchilik sohasiga ham qiziqishim shundan boshlangan. Oyimjon onamiz gullarga parvarish berayotganda, ularni ekayotganda ko'rib, ularni chiroyini ko'rib, men gullarga ixlos qo'yganman va gulchilik faoliyatim ham shundan boshlangan. Hozirda tomorqamda 10 ta turdan ortiq o'zimning shaxsiy gullarim bor. Daromadga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hozirda o'sha 200 ta asallar uyasidan yiliga 5 tonna asal olamiz. 5 tonna asal. Hozirda mahalliy bozorlarimizda 1 kilogramm asalning narxi 70-80 ming so'mdan. Misol uchun 1 tonnasi 70 million bo'ladi. 5 tonnasi 350 milliongacha biz asalarichilik sohasidan daromad olamiz. 50 millionni mayli rasxodga qo'ysak 300 million bizda sof daromad bo'ladi. Uning ustiga ko'chatchilik, uning ustiga o'qituvchilik. Ya'ni undan bo'shab bu ishlarni qilaman-da. Ko'chatchilikdan masalan sotuvga 10 turdan ortiq gul olib chiqamiz, undan ham yiliga 100 milliondan ortiq daromad ko'ramiz. Boshida bu issiqxonalar, bu narsalar yo'q edi, to'g'risi. Shunda ham biz gulchilikni rivojlantirdik va buni ko'rib bizga bu issiqxona, bu sharoitlarni yaratib berishdi va buning uchun biz katta rahmat aytamiz. Bizning mahallada tomorqasi bor odamni cho'ntagida 100 million pul bor. U nimadan? Aynan ko'chatdan? Aynan ko'chatchilikdan. Ozgina bor yerda ekishadi, shu kichkina bo'lsa ham yerdan unumli foydalanishadi. Ko'chatlarni boshqa tumanlardan, viloyatdan, Qoraqalpog'iston Respublikasiga jo'natishadi. Xaridor o'zlari topib kelishadi bularni. Sababi bizning mahallamiz viloyat bo'yicha ko'chatchilik bo'yicha eng oldi mahalladan viloyat bo'ylab, respublika bo'ylab ko'chat tarqalib ketadi shu yerdan. Bu yoqda mana shu ko'chatchilikning orqasidan eng zo'r daromad qilayotgan oila qancha daromad qilyapti bugun? 200-250 million. Ha, bu 1 yil davomida? 1 yil davomida 200-250 million, 2 marotaba, 3 marotaba bir issiqxonaning ichida ko'chat yetishtirib olishadi.